Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan yana bir qiziqarli tajriba o'tkazamiz. Bu tajribamizning do'sti atmosferada biz tarkibida nima bor? Havo. Havoning tarkibida nima bor? Suv. Kislorod bor, to'g'rimi? Ha, Birdaniga biz ikkitagina tajribani o'tkazishmoqchimiz. Mana buni nima qilishimiz kerak? Tangani. Voy. Undan olishimiz kerak. Qo'limiz ho'l qilmasdan olishimiz kerak. Bittasi, ikkinchisi atmosfera tarkibidagi kislorod miqdorini nima qilishimiz kerak, aniqlashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun nima qilamiz? Mana buni yopamiz. Idishning ichidagi kislorod nima qiladi? Hammasi nima qiladi? Yonib bo'lgandan keyin nima qiladi? O'rniga suv to'ldirib oladi. Demak, mana bu idish agarda bir xil bo'ladigan bo'lsa, biz uni 5 ta bo'lakka bo'lib olib, bemalol qancha miqdorida suv ekanligini nima qilib, kislorod qancha miqdordagicha ko'tarilgan bo'lsa, o'shancha miqdorda kislorod bor ekanligini nima qilsak bo'ladi, olsak bo'ladi. Mana bu tortib olingandan keyin ichida suvni tanga bemalol nima qiladi? Suv tortib olgandan keyin tanganing o'zini qo'limizni suvga tiqmasdan ham nima qilsak bo'lar ekan? Olsak bo'lar ekan. Bu tajribani ham nima qilsak bo'ladi? Bajarib ko'rsak bo'ladi, faqat kattalarning nazorati ostida. Yurt bilan ishlaganda albatta ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'ladi. Bolajonlar bilan xayrlashamiz. Hayır.